Assalomu alaykum azizlar, mana ejivikalarimiz. Hozir 2025-yil 28-oktyabr, ana terim bo'lyapti hali ham. Bundan ham donlari yeri katta bo'ladi. Bahordan qishgacha meva qilaveradi bu. Mana shu 1 yoshli ko'chatlari erta bahordan mevaga kirishni boshlaydi bular. Bittasi 4 kilodan meva qilaveradi. Mana bag'dan gullayapti. Bag'dan meva qilyapti. Mana hammasi mevasi sekin-sekin pishyapti. Mana hattan ham gullaganlar bor. Mana bitta mevalar bilan sekin terimi bo'lyapti. Qonni ham zo'r ko'paytiradi bular. Kilosini 120 ming so'mdan terib berilyapti. Shunaqa ochiq joyda turadi, sovuq urmaydi. -35 gradusgacha chidaveradi bu. Bunda ip tortiladi, 2 qator 3 qator ip tortiladi, chiqarib yuborilaveradi. Asosiysi ana tanasida tikoni bo'lmaydi, buni bemalol yosh bolalar ham tersa bo'laveradi, ziyoni bo'lmaydi. Barglari qishda ham shunaqa yashil turadi. Kimga bular distansiya ko'chatlardan kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab Qozog'iston, Tojikistonga ham dastavkalarni qilib beramiz. Mana donlari shunaqa katta bo'ladi. Bular sekin pishishni boshlayapti. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Ishonchli ko'chatlar mana hali serob, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Donlarni olib qo'ying. Ezilib ketmaydi bu ancha-munchaga.